Salom do'stlar, barcha qo'llab-quvvatlanadigan qurilmalar uchun iOS 26.3 ning yakuniy relizi bo'lib o'tdi. Yangiliklar ko'p emas, tuzatishlar ham kam. Ammo Apple olamida aynan sizlarning qurilmalaringizga daxldor bo'lgan ko'plab dolzarb yangiliklar bor. Ular haqida ham aytib o'taman. Har doimgidek barchasini tartib bilan aytaman. Qulay joylashib oling. Qanchalik g'alati eshitilmasin, asosiy yangilik Androidga yangi ko'chirish funksiyasi bo'ldi. U tizim sozlamalarida joylashgan. Asosiy iPhone'ni ko'chirish yoki tiklash bo'limida endi Androidga ko'chirish bandi qo'shilgan. Keyin qurilmani yoniga qo'yish, QR kodni skaner qilish yoki muqobil ravishda sessiya identifikatori orqali juftlash kodini kiritish taklif etiladi. Shundan so'ng ko'chiriladigan ma'lumotlarni tanlash mumkin, masalan, telefon raqami, fotosuratlar, xabarlar, ilovalar va boshqalar. Tibbiy ma'lumotlar, Bluetooth qurilmalari ro'yxati hamda boshqa manfiy kontent bundan mustasno. Haterlar albatta qaranglar, Apple go'yo Androidga o'tishni taklif qilyapti deyishadi, ammo aslida bu funksiya Yevroittifoqning Digital Markets Act qonuniga muvofiq ishlab chiqilgan. U Apple'ni raqobatchi platformalarga ma'lumot ko'chirishni yengillashtirishga majbur qiladi. Ya'ni foydalanuvchilar uchun to'siqlarni kamaytirish maqsadida. Shu bilan birga funksiya faqat Yevroittifoqda emas, balki butun dunyo bo'ylab ishlaydi. Smartfon ekranini fon rasmini qo'shishda Apple ob-havo va astronomiya toifalarini ikkita alohida bo'limga ajratdi. Endi avvalgidek bitta emas, balki 3 ta moslashtirilgan ob-havo shabloni mavjud. Astronomiya shablonlari esa avval qanday bo'lsa, hozir ham 6 ta bo'lib qolgan. Tizim sozlamalari, maxfiylik va xavfsizlik, geolokatsiya xizmati bo'limida endi ob-havodan tashqari fon rasmlari ham qo'shilgan. Bu yerda ilova foydalanilganda hamda ilova va widjetlar foydalanilganda kabi menu bandlari mavjud. iPhone Air, iPhone 16 yoki M5 chipli mobil aloqaga ega iPad Pro'da ayrim mamlakatlardagi baza operatorlari uchun geopozitsiya aniqligini cheklash imkoniyati paydo bo'ldi. Hozirda ular joylashuvini metr darajasida aniqlay oladi. Agar Apple'ning ushbu opsiyasi yoqilsa, radius ancha kengayadi. Bu aloqa sifatiga ta'sir qilmaydi. Shuningdek, tezkor xotira boshqaruvi yaxshilangani aytilmoqda. Ya'ni ilovalar uzoqroq yopilmasdan ishlaydi va bir vaqtning o'zida ko'proq ilovalarni ishga tushirish mumkin bo'ladi. Apple'ning taklifnoma ilovasiga yangi fonlar qo'shildi va ayrim xatolar tuzatildi. Dastur bepul bo'lib, App Store orqali yuklab olinadi. Yevroittifoq foydalanuvchilari uchun ikkita yangilik joriy etilishi kutilmoqda. Birinchidan, Android qurilmalari AirPods quloqchinlari yaqinlashtirilganda tez juftlash uchun maxsus oynachani ko'rsata oladi. Ikkinchidan, Androidga ulangan Apple Watch nafaqat bildirishnomalarni qabul qilish, balki ularga javob berish ham mumkin bo'ladi. Xuddi iPhone bilan juftlanganidek. Albatta bunday funksiyalarni butun dunyo bo'ylab ko'rishni istar edik. iOS 26.3 ni 17 Pro Max da sinab ko'rdim. Ishlash tezligi bo'yicha muammolar kuzatilmadi. Operatsion tizim silliq va barqaror ishlayapti. Ilovalar tez ochiladi, animatsiyalar startdagi iOS 26 bilan solishtirganda ancha takomillashtirilgan. Yangi Liquid Glass dizayni yoqdi. Sintetik testlarda smartfon hatto biroz yuqoriroq natija ko'rsatmoqda. Qizib ketishi haqida aniq fikr aytish qiyin, chunki hozir kunlar sovuq. Avtonomlikka kelsak, mening iPhone 17 Pro Maximda taxminan 75 ta quvvatlash sikli bor. 5-6 soat ekran ishlaganidan keyin akkumulyatorda taxminan 40% quvvat qoladi. Ya'ni ishlash vaqti normal. Albatta har doim yanada uzoqroq bo'lishini istaymiz. 2025-yilda Google Pixel 10 seriyasi uchun Quick Share'ning AirDrop bilan mos versiyasini ishga tushirgan edi. Funksiya tizim qismi sifatida emas, balki Play Store'da alohida PK ilovasi sifatida chiqarilgan. Uni keyinchalik boshqa qurilmalarga ham kengaytirish rejasi borligi aytilgandi. Hozircha u Pixeldan tashqariga chiqmagan. Endi esa Apple va mobil qurilmalar olami uchun muhim yangilik. Android bo'yicha vitse-prezident briefingda 2026-yilda bu funksiya butun Android ekotizimi bo'ylab ko'proq qurilmalarda ishlashini tasdiqladi. Google allaqachon hamkorlar bilan ishlayapti va yaqin kelajakda yana qator anonslar bo'lishini va'da qiladi. Qo'llab-quvvatlash nafaqat iPhone, balki iPad, MacBooklarni ham qamrab olishi aytilmoqda. Ayrim ishlab chiqaruvchilar o'z smartfonlari uchun integratsiya ustida ish olib bormoqda. Qualcomm ham Snapdragon'li qurilmalarda qo'llab-quvvatlash bo'lishiga ishora qilgan. Maqsad bu funksiyani Pixelga xos eksklyuziv emas, balki Android uchun umumiy standartga aylantirish. Mishmishlarga ko'ra, Apple avval iOS 26 da, keyin esa iOS 27 da chiqishi kutilgan Health Plus servisini ishlab chiqishni to'xtatgan. Bu haqda Bloomberg manbalari xabar bergan. Health Plus sun'iy intellekt va sog'liq ilovasidagi ma'lumotlar asosida tavsiyalar beruvchi virtual sog'liq va trenirovka yordamchisi bo'lishi kerak edi. Shuningdek, u sog'liq holati bo'yicha batafsil hisobotlar, tibbiy holatlar, tushuntirilgan videolar va sog'lom turmush tarzi bo'yicha maslahatlarni taqdim etishi rejalashtirilgan edi.
Afsuski, Apple bu yo'nalishni faol rivojlantirmayapti. Soatlar juda ko'p ma'lumot to'playdi, lekin ularni oddiy foydalanuvchi tushunadigan darajada sifatli tahlil qilish yetarli emas. Shuning uchun uchinchi tomon ilovalariga yoki alohida fitness trackerlarga murojaat qilishga to'g'ri keladi. Masalan, Whoop, Amazfit Helio yoki Polar Loop. iOS 26.3 ga yangilangandan so'ng ushbu video ostidagi izohlarda yangi proshivka haqida fikringizni albatta yozib qoldiring. Ayniqsa ishlash tezligi, avtonomlik va albatta xatolar borasida. Qaysi qurilmadan foydalanayotganingizni ham ko'rsatishni unutmang.